Rossiyadan O'zbekiston, Tojikistonga paron orqali, kema orqali mol olib kirsak, общий qancha xarajati bor? Bugun 0 dan 100 gacha tushuntirib o'taman. Men siz ham olib kiraverasiz kerak bo'lsa, ma'lumotlarni oxirigacha ko'rsanglar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bu videoni endi bu biznesni boshlayman deb yurgan tanishlaringiz, qarindoshlaringiz, do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Rahmat, ketdik davay videoga. Telegram kanalimizni ko'rishlaringiz mumkin. Telegram kanalga bugun 3 ta variant qo'ydik. Bundan keyin ham qo'yamiz. Bu videoni qo'ygancha yana bitta variant qo'yishimiz mumkin. 3 ta variantda bittasi g'unajin, bittasi sigirlar, arzon chiroyli sigirlar, bittasi chiroyli buqa. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Telegram kanalga kirish uchun описание va kommentariyaga kirishingiz kerak bo'ladi yoki Telegramga kirib Urazmetov TV mana bizi QR kod kirib qo'yinglar. Hammaga manfaatli, foydali kanallardan biri bo'ladi inshaalloh, xudo xolasa. Mikrofon olib chiqdim. Mana mikrofon, yonida stabilizator, lekin qo'ygani vaqt yo'q, ishoninglar. Bugun juda ham kerakli temada gapirib o'tmoqchiman. Tez qilaman videoni, unaqa ko'p video bo'lmaydi inshaalloh. Kechagi paron masalasi bo'yicha marshrut qanaqa bo'ladi, Qirg'izistonda yo'l qanaqa bo'lyapti, через Qirg'iziston olib kirsak qanaqa bo'lar ekan, juda ham ko'p savollar, juda ko'p savollar. Qo'limdan kelgancha tezroq tushuntirib o'taman. Aytyapman, bo'lmasa bemalol o'zim bilan tushuntirardim. Mana turibdi hammasi, mikrofon ham bor, hammasi bor. Hozir sovuq kun, -18-17 gradus bo'lyapti. Mollarimiz obed kiyimlarini berib, mollarni ko'rsatib video qilyapman. Men o'zim stabilizatorda qo'yib o'tirmadim. Ol, qo'y, mikrofon taq. Sovuqda batareya tashaveradi. Shuning uchun tezroq qilaman efirda. Tak, marshrut qanaqa bo'ladi? Nima bo'yicha? Paron masalasi, kema masalasi bo'yicha marshrut. Tak, Ozarbayjon, Turkmeniston, O'zbekiston bo'ladi. Buxoro orqali kiradi. Вот. Rossiyadan chiqadi, Ozarbayjonga kiradi, Ozarbayjondan kemaga, paronga boradi Turkmenistonga, Turkmenistondan o'zi parondan tushadi. Paronda juda ko'p savol. Mollar paronga miradimi? Mollar paronga minadi, skatovozda yoki oddiy fura orqali minadi. O'zlari haydab tushirmaydi parondan. Juda ko'p savolda, bilmaganlar. 0 dan tushuntiryapman pashistlarga. Bu oyog'i bilan tushmaydi mollar, mashin orqali minadi. Mashinada turadi shu. Yuklangan joyindagi, yuklangan chiqib ketgan joydagi mashina turadi paronda. Xo'p, nima uchun iminda 7 kun, 5 kundan 7 kungacha, ayrimlari 10 kunda boryapti mashina buzilib. Juda ko'p savolda. Paron shamol bo'lsa, to'lqin bo'lsa haydamaydi. Tiniq, zo'r pagoda bo'lsa paron haydaydi. Kema ya'ni. Xo'p, shuning uchun shu kemani oldida kutib qolyapti. Kemani oldida kutayotgan jarayonda siz agar bo'lmasangiz, ya'ni ishonchli voditellarga mollaringizni bermasangiz, suv berdim, o't berdim deb aldayapti. Xo'p, ishonchli agar $1000, ya'ni общий sizga aytgan $8000 $1000 voditelni o'ziga ikkita yoniga biz shofyor bo'lsa, har qaysiga bunga 500, bunga 500 bersanglar sizlarga mollaringizni ishonchli saqlab borishadi. Ishonchli saqlab borishadi. Вот. O'zimiz shofyorlar ham bor. Hozir qatnayotgan paron orqali o'zi vizalari bor. Ikkita shofyor qarab ketishadi. Ular bilan kelishasizlar o'zlari bilan. Yaqin orada papirga bo'lganini eshitmadim. Yaqin orada. 1 kun, 2 kun, 3 kun hafta ichida meni molimdan o'ldi deganini eshitmadim to'g'risi. Oldin bo'lib turdi. Oldin endi har xil nima borda, odam borda to'g'risi. Ko'pisi suv berdim deb suv bermagan. Juda ham ko'pisi bermagan. Suv berdim deb. Paronni tushuntirib o'tdim, narxlari har xil. 20 mingdan boshlanadi donasi, 23 minggacha. 25 minggacha sigirlar bo'ladigan bo'lsa, qo'ylar bo'ladigan bo'lsa, 1.200.000 dan 1.350.000 gacha 300 ta qo'yga. Где-то 4 mingdan 4.5 minggacha to'g'ri keladi. 4 mingdan 4.5 minggacha donasi, har bir donasi. O'zbekiston bilan mashina rasxodlari qo'ylarga где-то 9.000 rubl, 10.000 rubl, maksimum 10.000, minimum 9.000 rubl har boshiga xarajati. Qo'ylarga iminda 250 tadan 300 ta qo'ygacha olsangiz bo'ladi. 300 ta qo'y olsangiz normalniy qoplaydi. 250 ta qimmatroq tushadi. Mollarga, buqalarga 400 kilogramgacha bo'lsa, 60 ta mol ortiladi. 400 kilogramgacha bo'lsa. 400 kilogramdan yuqori bo'lsa, qisqaradi. 50-55 dona bo'ladi. Katta mol bo'ladigan bo'lsa, sigirlar bo'ladigan bo'lsa, bo'g'oz sigirlar 45 donagacha. Hop, 30, 35, 45. Skatovoz 2 etaj bo'lsa, 45 ortidan ham bo'laveradi. Tak, yana nima qoldi? Ot masalasi, ot ham parondan bor. Paronga shu bir skatovoz где-то 40 dona 2 etajliga paltarashga ot bo'lsa 40 dona atrof ketadi. Uni dokumentini hali aniq hisob kitob qilmadik, aniq bilmayman to'g'risi. Вот, Qirg'iziston masalasi bo'yicha, hozir Qirg'iziston masalasi bo'yicha
Обычный dokument Qirg'izistonga oldin hamma yer ochiq payti, chistoy payti 7000, 6000 dan boshlanardi. 10 gacha edi. Hozirgi kunda 15 mingdan 20 mingga cho'kib ketdi. Ayrim joyda, har xil joyda har xil. Ayrim joylarda 20 mingdan deyapti donasi. Endi biladi kim 20 mingdan deb o'tirganda Qirg'izistonga. Bir dokument 20 mingdan deyapti. Yana plashadkaga olib borishingiz kerak. Через plashadka belgilar taqilib, vaqti karantin qilinib ketadi, deyapti. Tushunmadim. Bu Qirg'izistonga real narxmi? O'zi Qirg'izistonga ishonchli shug'ullanib o'tirganlar bo'lsa, aloqaga chiqsin. Men o'zim 100% garantiya beraman. Dokument kerak bo'lsa O'zbekistonda bersanglar bo'ladi pullarini deydigan odam bo'lsa, chiqsin aloqaga, birga ishlaymiz. O'zini uslugasini aytadi, ma'qul keladigan bo'lsa birga ishlaymiz. Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tkazib berish. Ya'ni Qirg'izistongacha bildik dokument narxini. Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tkazib berish. Taklif qilishyapti $270 dan $330-350 Men tushunmadim. Kimga ishonish kerak bu? $350 deganga ishonish kerakmi? Yo $270 deganga ishonish kerakmi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Bu kommentariyaga olib kirib yurganlar yozmaydi-yu, endi insofi bo'lsa yozib ketsin. Biz shundan olib kiryapmiz deb. Balkim kimgadir manfaat tegar, aldamasa unda ham. Ko'p odam hozir rosa ham bir 200 lama cho'kib ketganda kommentariyaga iminda o'qituvchilar, qarindoshlar yozdiradi, spesialist yozib ketsin kommentariyasiga negativ deb. Akalar, biz siz bilan ham boshqasi bilan ham liboy joyda ko'rishib, uchrashib gaplashib bilamiz. 100 gaplashib iltimos sizlardan. Men uyimni liboy odamga aytganman, shu paytgacha hech kimdan qo'rqgan odam emasman. Birgina shu Allohdan qo'rqamiz. Bandasidan emas. Biz ham bandamiz, ular ham banda. To'g'risi, kim lishni gap so'zi bo'lsa, Kazandaman, Tataristonda. Shunday Kazanga kelib, men keldim Kazanga desa, 100 kilometr Kazandan uyim. Tashiman lokatsiyani, kelaverasiz bemalol. Ili Kazanda ko'rishamiz, farqi yo'q. Vashti pabaravoni, vashti farqi yo'q. Tak. Qirg'izistondan aytdim, O'zbekistongacha, mashina Qirg'izistongacha $5000 dan $6000gacha deyishyapti. Aniq ma'lumot yo'q. O'zbekistonga parondan dokument, mashina narxi $8500 dan $8000 desam bo'ladi. $8000 dan boshlanadi. O'rtacha vodiy $10000gacha deyishyapti. Toshkent $10000gacha deyishyapti. Ayrimlari. Undan ham arzoni bor. Topsa bo'ladi, u yoqdan bu yoqdan qidirib, misol. Tak. Mashina aytildi, dokument aytildi. Nima qoldi endi? Nima savollaringiz bor endi? Nima desa bo'ladi yana? Endi bugun temani kema orqali olib o'tishdi 0 dan 100 gacha deb qo'yamiz-da. Bu temani boshqa nima qilamiz? Kecha aytdik kema orqali olib o'tishdi. Tushunmaganlarga tushuncha bo'lsin deb yana video qilyapmiz mana bugun. Simentallar yesicho bilmadim endi. Kecha telefon qilib bittasi 110 mingga berasanmi simentallaring dedi. Yo'q, bermayman dedim. 350 kilogramdan tepa simentallar hammasi. Jovoy 350 kilogramdan tepa. 330 rubldan taroziga beraman desam, baribir shu summa chiqar ekan u deyapti-da. Ya'ni 110 ming rubl atrof chiqar ekan berasanmi deyapti. Nima qilamiz? Berib yuboramizmi akalar? Nima qilamiz? Yozib qo'yinglar. Mana ustlarini ko'rsatamiz mana. Mana ustlarini mana. Ustlari. Mana ustlari. Yelkalari. Mana. Bularga beda berib qo'ydi, klever berib qo'yman. Klever beda emasmi? Yumshoq klever degan narsa bu. Yumshoqqina. Mana yumshoq. Sinmaydi bu. O'zlari chaynab yuradi. Xo'p, u yoqda endi chorni pyostriylar. Mana. Bularni olganimiz 65 ming rubldan 110 mingga so'rashyapti. Olganimizga tak, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar. O'sha fevral keldi, 5 oy atrofi bo'ldi, plus minus. 5 oy boqdik bularni mana, 5 oy. 5 oyda pashti yana o'zining narxi chiqdi, yana 65 ming chiqdi. Yana 2 oy boqsak, balkim $1000 qolishi mumkin. 2 oy lekin yaxshi boqish kerak. To shu Qurbon bayramigacha, aprelgacha boqadigan bo'lsak, shu $1000 dan qolishi mumkin har biridan. Chista xarajatdan tashqari $1000. Nima qilamiz? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Vot. Bu mikrofon bilan bugun ishlamadi bu. Ishlatmadik endi buni. Bugungi pagoda. O'sha mana 80% da 20% deb esimiz keldi mana. Sovuqda tashlaveryapti -17 gradusda. Bu yerda kichkina. Buni o'lchaymiz ertagingda xudo xolasa bir 5-4 gradus bo'lgan payti lenta olib kelib qo'ydim, o'lchamoqchiman. Taxminan lentada qancha kilogramm chiqadi bular? Xudo xolasa. Mashalloh. Mana shunaqa. Xarajatlarni hammasini yashirmasdan aytib o'tdim. Videoga bir like bosib qo'yinglar. Ayrim odamlar shuni ham yashiradi.
Bizga farqi yo'q. Shu ma'lumotlarni olib, xohlasanglar o'zlaringiz olib kiringlar. Hech kimga komissiya pul bermasdan. Xohlasanglar biz bilan ishlanglar. Biz hamma narsani tiniq aytamiz. Biz sizdan olamiz komissiyani. Biz ham mashinadan, ham dokumentdan pul ishlamaymiz. Dokumentchi bilan prosta sizni tanishtirib qo'yamiz. Ertaga 2-3 reyslaringizni ularga ishonsangiz qilaverasiz. Bo'lmasa, yo doston baribir sen orqali qilaman desanglar, shu interesda ikkinchi safar qisqartirib beramiz, ya'ni 3000 dan emas, 2000 dan qilib beramiz. Agar ikkinchi safar siz keladigan bo'lsangiz, yo uchinchi safar keladigan bo'lsangiz, xudo xolasa. Gaplashamiz uni. Inshaalloh. Bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Video manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Bunaqa ma'lumotlarni boshqa hech kim bermaydi, lekin mendan boshqa. U minnat qilgan emas, prosta qadrlab, like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Xizmatimiz ozgina qadrlab. Unda men ketdim, drobilka chiqaraman endi. Bug'doy drobilka, arpa drobilka qilaman. Zagotovka, kechqurun ertaga zagotovka. Liboy время klient kelib qolgan taqdirda dadam bilan oyimga qaraydigan qilib ketaman. Tayyor qilib. Bir kun, 2 kun, 3 kun ketib qolishim mumkin. To'ldirib qo'yaman nima bachoklarni drobilkaga. Faqat ularning ishi orqasini tozalash, bu nimasini, mollarni, ya'ni axlatini, o't solish bo'ladi. Qolgan hamma narsani tahlil etaman. Chiroyli qilib. Liboy время klient kelib qolishi mumkin-da. Tamam, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin hammadan.